Salom do'stlar. Yangi bot chiqdi do'stlar. Bunda Verox tokenini ishlaymiz. Bunda har xil levellar mavjud. Qaranglar. Levellarni ko'rsatadigan bo'lsam, birinchisi stone, ikkinchisi bronza, silver, gold, platinum, diamond, titan, legendarniy, guinness degan levellar mavjud do'stlar. Hozir men birinchi leveldaman. Menga kuniga 5000 Verox tokeni keladi do'stlar. Mana upgrade tugmasini bosib levellarimizni ko'tarishimiz mumkin. 20 mingga ikkinchi levelga o'tishimiz mumkin. Ikkinchi levelga o'tishimiz mumkin. Keyin bunda o'yinlar mavjud har xil. Yana har kunlik tab mavjud. 24 soatda bir marta bo'ladi. Keyin task bo'limi mavjud do'stlar. Task bo'limida referatlarga har bir 5 ta referat chaqirsangiz 500 Verox token beradi. 10 taga 1000, 20 taga 2000, 50 taga 5000, 100 taga 15000. Shunday davom etaveradi. Referatlar qanday chaqiramiz deydigan bo'lsanglar, mana bu yerda friend bo'limida o'zlaringiz ssilkalarini kopiya qilasizlar, do'stlaringizga jo'natasizlar do'stlar. Keyin YouTube'ga video qo'ysanglar ham bo'ladi. Yana nimani aytsak bo'ladi? Va Telegram kanallariga a'zo bo'lganlaringga ham sizlarga Verox token beradi. Bundan tashqari Twitterga a'zo bo'lganlaringga ham tokenlar beradi do'stlar. Bu yerda esa depozit qilsanglar bo'ladi do'stlar. Mana bu TRX adresni kopiya qilasizlarda minimal depozit 20 trondan iborat do'stlar. Verox tokeniga alishtirsanglar bo'ladi. Keyin levellarni oshirib yana chiqarib olsanglar bo'ladi. TRX level oshirish nima uchun kerak deydigan bo'lsanglar, kunlik nimalaring oshib boraveradi, mininglaring ko'payib boraveradi. Keyin mana bu yerda tronga alishtirasizlarda Verox tokenlaringni yechib olsanglar bo'ladi. Bu yerga summaga kiritasizlar, bu yerga esa yechib olmoqchi bo'lgan adreslarni kiritasizlar. Minimal har bir yechganlaringga sizlardan 1.6 tron yechib oladi komissiyaga. Shunga qarab yechishlaring kerak do'stlar. Bugungi mavzuimiz shu bo'ldi do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.